Dasturchi bo'lib ishlab, oyiga nechta pul topsa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bugungi qahramonimiz Sardorbeyga Uzinfocom kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Qahramonimiz dasturlash sohasiga universitetda o'qiyotgan paytlari qiziqib qolgan ekanlar. Universitetdagi ustozlaridan dasturlashni juda ham tez rivojlanayotganini va yaxshigina daromad olib kelishini eshitib, bu sohani o'rganishga qaror qilibdilar. Sardor akadan dasturlashni o'rganishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, ingliz tilini bilmaganim uchun dasturlashni o'rganishda juda ham qiynalganman. Dasturlashga oid materiallar hammasi ingliz tilida bo'lgan. Kodlarimdagi xatolarni to'g'rilashga ancha vaqt sarfladim dedilar. Dasturlashdan boshlang'ich bilimlarni o'rganganlaridan keyin ham ishga kirishlariga 6 oy vaqt ketgan ekan. Sardor akadan o'zi dasturchilar oyiga nechta pul topadi deb so'raganimizda, junior dasturchilar $500 dan $1000gacha, middle dasturchilar bo'lsa 1,5 mingdan 2 minggacha, senior dasturchilar $3000 dan $5000gacha topishadi dedilar. Qahramonimizdan biz ham dasturlashni o'rganib shunaqa daromadga chiqishimiz uchun nima qilishimiz kerak deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy IT kurslarida o'qishni tavsiya qildilar. O'shatdagi kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab IT sohalarini tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zinglarni yaxshi ko'rsanglar, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi. 1 yilda bemalol $1000 daromadga chiqib olasizlar dedilar. Agar sizlar ham YouStudy IT kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.